Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu maqsadda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari o'zaro hamkorlikda viloyat hududida giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi qat'iy va ayovsiz kurash olib bormoqda. Xususan, joriy yilning 21-yanvar kuni hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida Jalaquduq tumanida istiqomat qiluvchi 1950-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida xonadonning tom qismida quruq holatdagi 20 kilogramdan ortiq marixuana giyohvand moddasi aniqlandi. Ushbu miqdordagi ajal og'usining noqonuniy muomalaga kiritilishi jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solib, ko'plab insonlar, ayniqsa yoshlar hayoti va sog'lig'iga salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin edi. Huquqni himoya qiluvchi organlarning o'zaro hamkorlikda amalga oshirgan tezkor tadbiri natijasida millat genofondi uchun xavfli bo'lgan yana bir jinoyatning oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik bu bir insonning emas, butun jamiyatning kelajagiga qaratilgan xavfli illatdir. Qonunga xilof har qanday harakatga nisbatan esa muqarrar javobgarlik mavjud. Shu bois aholi salomatligi, yoshlar kelajagi va jamiyat tinchligi yo'lida giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurashga qaratilgan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.